Keling sizda hayolingizdagi oyoq kiyimlarni ko'rib chiqamiz. Hayolingizdagi oyoq kiyim agar sizda shunaqa bo'lsa, bu setchnik bo'ladi, oyog'ingizni terlatmaydi. Agar siz o'zingizda sariq elementlar bo'lsa, krossovkani sarig'idan bosib olsangiz bo'ladi. Yoki sizda qora oq aralashgan bo'lsa, shunday ketalarni bilan kiyib chiqsangiz bo'ladi. Agar Lux Pony oq-oq bo'lsa, bitta shunday oq tapishkadan bosib olsangiz bo'ladi. Ya'ni bu may oyiga oxirgi qo'ng'iroqqa cho'tka qilib kiyib olsangiz bo'ladi. Shunday keldingizda, oyoq kiyimingizni yechasizda, uyga kelganda bitta slansilardan bosib olsangiz bo'ladi. Biz ham ayollarni unutib qo'ymaganmiz. Hayolingizdagi oyoq kiyimlar qanaqa bo'ladi? Ko'rib turgan tapishkalarimiz ko'rasizlar 550 so'mdan. Nima deyapti? Bularimiz esa 1000 so'mdan Pekin tovarlari. Hayolingizdagi 1800 so'm, 2500 so'mlik tapishkalarimiz, bu joyimizda esa turetskiy tovarlarimiz atigina 1300 so'mdan. Meni nomimdan kelaverasizlar. Oxirgi qo'ng'irga shoshib chiqib ketyapmiz. Bo'yingiz uzun qizlarga bitta shundan bosib olsa qarang, hammani ko'zi sizda bo'ladi. Bo'yi pastroq ayollarimizni ham unutmaganmiz. Shunaqa cho'tki tapishkalarimiz bor. Maza setishing. Hayolingizdagi tapishka balki moda. Lekin tovarlari, ko'rib turgan tovarlarimiz arzon narxlarda. Meni nomimdan kelsanglar, xudo olsa, eng arzon narxda, chiroyli narxlarda qilib beradi. Ko'rib turgan tovarlarimiz 200 so'm, 150 so'm. Lokatsiyasini aytaman. Sentr tomonda chiqar ekanmiz, o'ng qo'limizda joylashgan. Bu eshikdan kirib olasiz. Oktabr tomonda chiqar ekanmiz, chap qo'lda joylashgan. Ko'rib turgan tapishkalarimiz ko'rsa, eng qimmati 1300 so'm, 1000 so'm, 1,5 so'mga cho'tka oyoqlar kiyim olib kelsangiz bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yib, podpiska qo'yib, tapishka olmoqchi bo'lgan tanishiga otib qo'yasiz.